Jack Motors Farg'ona filialida sizlar bilan bugun ajoyib, juda ham bahaybat avtomobilimiz haqida gaplashamiz. Bu avtomobilimiz Jack Sunray avtomobili hisoblanadi. 16 o'rindiqli avtomobilimiz hisoblanadi bu. Xo'p, haligi nima dedi? Pulni ko'p, pulni qayerga sarflab turib, aytdan daromad olaman degan akalarimiz uchun juda ham zo'r avtomobil, juda ham shofyor akalarimizga hamda yo'lovchilarimizga sharoitlar bomba qilib, zo'r qilib ishlangan. Bir ichki salonimiz shofyor akamizdan bir boshlasak, bir salonni ko'rsatib o'ramiz. Shofyor akamizga multimedia rul, multimedia display, hop, bu yerda avtoregistrator, ya'ni video registratorimiz zavod tomonidan o'z qo'yilgan. Orqamizda ham video registratorimiz zavod tomonidan qo'yib berilgan. Bu yerda monitorimiz, ya'ni multi display. Barcha orqadagi monitorlarimiz yoki bo'lmasa funksiyalarimiz bu yerdan boshqarishingiz mumkin. Bu yerda unga yordamchi knopkalarimiz bor. 6 uzatmalik mexanika hisoblanadi, lekin bu avtomobilimiz komfortliklari juda ham chiroyli, juda ham mehribon ishlangan. Salonlariga ham bir e'tibor beramiz. Konditsionerlarimiz mavjud. Esimizdan chiqibdi, bunga 2 turbina motor qo'yilgan. 190 ot kuchiga ega. Narxi keladigan bo'lsa, narxini orqada, haligi oxirida yoki bo'lmasa kommentariyada yozib narxni aytib qo'yaman. 396 million 900 ming so'mga bir kunda rasmiylashtirib kelsangiz bo'ladi. Bizda avtokreditimiz bor, 5 yilgacha 25-30% to'laysiz, olib chiqib ketaverasiz. Kelasiz, ko'rasiz, avtomobilingiz ma'qul kelsa, shunday rasmiylashtiramiz, bu yog'i bomba bo'ladi. Yo'lovchilarimiz chiqqanda hech qanday noqulaylik bildirilmaydi. Bu yerlarimizga, pol qismimizga, ya'ni linoleum bilan pol qismimiz linoleum bilan jihozlangan. Bitta polik tashlash xohlasangiz, shundaycha ham artib ishlasangiz bo'ladi. Avtomobilimiz yana aytib o'taman, 16 o'rindiqli. Avvallar 21 o'rindiq bilan chiqardi, hozir 16 qilishib qo'ydi. Davlat standarti bilan bog'liq bu narsa. Keyin meni bo'yim 180 sm. Bemalol bitta harakatlarni bilaman. Bir salonni ko'rsatsak, orqa salonni mana 190 odam bemalol harakatli tikka turib, bemalol harakatlansa bo'ladi. Hech qanday noqulaylik bildirilmaydi. Bitta eng zo'ri uzoq masofaga bitta mana kattagina displeylarimiz mavjud. Shunday fleshkani tiqasiz, klip qo'yib qo'yasiz, kinolar qo'yib qo'yasiz, uzoq yo'llarga yo'lovchilarimiz zerikmasdan ketaveradi. Har bitta o'rindiq ustida mana bunaqa konditsioner, isitish, sovutish uchun deflektorlarimiz mavjud. Bularda ham bemalol yo'lovchilarimiz o'ziga moslab ishlasa bo'ladi. Orqamizda havo aylantirish uchun konditsionerlarimiz mavjud. Xo'p, svetlarimiz. Keyin mana bu pardamizga e'tibor bering. Zavod tomonidan o'zi qo'yiladi. Jack brendi bilan hech qanaqa avtomobil olasiz, rasud qilish shart emas. Mana qarang, bitta narsa ko'rsataymi sizga. Tushirasiz, mana shu joy menga juda ham yoqadi, mana qarang. Xuddi biznes klassga o'xshab ketaverasiz. Qo'pol qilib aytganda, ochiqini aytganda, xavfsizlik uchun bu yerda bog'chalarimiz mavjud yoki bo'lmasa aynan shu stellarimiz mavjud pastimizda. Keyin yana bitta narsamiz, bu yerda bu qopchamizni ko'rib turibsiz. Bitta ichida avtomobil texnik xizmat uchun kerakli va yetarli narsalarimiz mavjud. Yana bitta narsamiz qolib ketibdi, uzr. Bu yerdan siz soat ko'rishingiz mumkin. Yana gradus ko'rishingiz mumkin bemalol. Xo'p. Avtomobil narxini buni qarang. Yana bitta ko'rsatib qo'yibdi. Maqtanish juda ham yoqtiraman, zo'r. Bagaj qismimizni qarang. Shuni ochasiz. Ochilmadi, uzr. Endi qadar? Ha. Xo'p, orqa bagaj qismimizga keladigan bo'lsak, buni qarang. Bunday ochilganda, to'yxona eshigi ochilgandek bo'ladi-da, bu borib. Mana qarang. Shuni nima qilasiz? Bu yerga sumkalar joylashsiz bo'ladi. Uzoq yo'lga, misol talabalarni misol tog'ma-tog' olib yursangiz bo'ladi yoki bo'lmasa to'ylarda yoki bo'lmasa yo'llarda, liniyalarda bu joyga
kollektiv sayohatlarda bemalol bu avtomobil bilan harakatlansangiz bo'ladi. Bitta narsani ko'rsatmoqchiman yana sizlarga. Shunday tepangizga qarasangiz ikkita kamera turibdi-da. Nima deb o'ylaysiz? Bu kameralarimiz bittasi video registrator uchun, hali aytganimdek, bittasi esa orqa kameramiz. Ya'ni parkovka qilayotganingizda sizga juda ham yordam beradi. Avtomobil narxini yana bir qaytarib o'taman. Avtomobilning stan narxi 396 million 900 ming so'm. Albatta naqdga. Xo'p, kelasiz bir kunda, uzoq ketsa bir kunda. Shuni rasmlashtirasiz, nomingizga o'tkazib beramiz. Avtomobilimizni bashdan belgilangan tezlikda bosib ketaverasiz. Hammaga rahmat. Bo'lmasa sizlarni manzilimizni tanishtirib o'tsak. Jack Motors Farg'ona filiali, bu yog'imiz aeroportga ketadi, bu yog'imiz Darvoza, ya'ni Marg'ilon yo'li, Registon o'quv markazi. Bo'lmasa hammangiz Jack Motorsda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.